Zafaronli palovdan yeb ko'rganmisiz? Ha, palovni ham zafaronli qilib tayyorlash mumkin ekan. Zafaron aslida nimadan olinadi va nimalarga davo bo'ladi? Bugun shu haqida gaplashamiz. Qani tezda like bosib qo'yingchi. Zafaron, ya'ni shafron gullarining o'rtasidagi ipdek ingichka tolalarini olib quritiladi va oshqozon faoliyatini yaxshilashda, asab tizimini tinchlantirishda, ayollar hayz davrini tartibga solishda va eng muhimi ko'z ko'rish qobiliyatini yaxshilashda katta yordam beradi. Asli vatani Eron, Hindiston, Afg'oniston va O'zbekistonda. Kuchli rang va hid beruvchi vosita hisoblanadi. Iste'mol qilishni eng oddiy usullarini sanab o'taman. Oshpalovga qo'shishda avval 5-10 dona zafaron tolalarini 2-3 qoshiq issiq suvga 10-15 daqiqa damlab qo'yiladi va oshni damlashdan oldin ziravorlarga qo'shib ustidan zafaronli suv sepiladi. Choyga damlab ichishda esa 3-5 dona zafaron tolalarini kichkina choynakka, istasangiz asal bilan, istasangiz limon bilan damlab ichishingiz mumkin. Bundan tashqari sut, pishiriqlar va yogurtlarga ham qo'shib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Faqat ehtiyot bo'ling, zafaron kuchli vosita hisoblanadi. Me'yoridan, ya'ni kuniga 1 grammdan oshirish mumkin emas. Ajva xurmo market sizlarga eng ishonchli va foydali mahsulotlarni tavsiya qiladi.